Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Raqamli biznes transformatsiyasi fani doirasidagi navbatdagi ma'ruza mashg'ulotimizni boshlaymiz. Bu ma'ruzamiz raqamli iqtisodiyotda bulutli hisoblash, katta ma'lumotlar va buyumlar internet texnologiyasiga bag'ishlangan bo'lib, ushbu mavzu doirasida mavzu nomida ko'rsatilgan texnologiyalarni alohida ma'ruza shaklida ko'rib o'tamiz kelgusida. Bugun ko'rib o'tadigan alohida rejamiz bu bulutli hisoblash texnologiyalariga bag'ishlanadi. Xo'p, bulutli texnologiyalarga alohida ta'rif berishimiz maqsadga muvofiq. Juda ko'p adabiyotlarda cloud computing yoki oblачный texnologiya rus adabiyotlarida yuritiladi. Qolaversa bulutli hisoblash atamasi bilan ham biz uni keng miqyosda taniymiz. Bundan tashqari ushbu terminni turli adabiyotlarda ma'lum bir ma'noda turlicha talqinlari uchraydi. E'tibor beradigan bo'lsak, bulutli texnologiyalar ma'lumotlarni qayta ishlash texnologiyasi hisoblanadi va unda foydalanuvchiga internet xizmati sifatida kompyuter resurslari va imkoniyatlari taqdim etiladi. Foydalanuvchi o'z ma'lumotlarga kirish huquqiga ega, ammo uni boshqarish imkoniyati mavjud bo'lmaydi. U infratuzilma, operatsion tizim va o'zi ishlaydigan dasturiy ta'minot haqida o'ylamasligi aynan mana shu bulutli texnologiyalarni imkoniyatlari deb qarashimiz mumkin. Bulutli hisoblash ma'lum bir ma'noda paradigma hisoblanadi. Bundan tashqari unda ma'lumot internet serverlarida doimiy ravishda saqlanadi va mijozlar tomonidan vaqtincha demak foydalanilishi mumkin. Masalan, shaxsiy kompyuterlarda, o'yin pristavkalari, notebooklar, smartfonlarda va shu kabi texnologiyalarni misol keltirsak bo'ladi. Bulutlar jamoaviy tushuncha bo'lganligi sababli ularda ba'zi bir xususiyatlarga alohida tavsiflash maqsadiga muvofiq. Aynan mana shulardan kelib chiqib bulutli hisoblashga ta'rif beradigan bo'lsak, bulutli hisoblash bu foydalanuvchi uchun internet xizmati sifatida kompyuter resurslari va imkoniyatlari taqdim etadigan ma'lumotlarni tarqatish texnologiyasi hisoblanadi. Va bulutli hisoblash konsepsiyasini tarixiga to'xtaladigan bo'lsak, amerikalik olim Joseph Carl Robnet tomonidan istalgan odam dunyoni istalgan nuqtasidan texnologiyalardan, ma'lum bir resurslardan foydalanish imkoniyati mavjudligi g'oyasi ilgari suriladi. Va bu foydalanish albatta bepul bo'lishi ham maqsadga muvofiq edi. Aynan mana shu g'oya kelgusida mana bugungi kungacha bulutli texnologiyalardan, ya'ni masofadan turib boshqa bir resurslardan, ya'ni egalik qilmaydigan resurslardan bir vaqtning o'zida bir necha foydalanuvchilar foydalanish imkoniyatini demak taqdim etyapti. Sodda bir misolni ko'rishimiz mumkin. Bulutli hisoblash nima ekanligini yaxshiroq tasavvur qilish uchun oddiy bir misol keltiramiz. Ilgari foydalanuvchi elektron pochtasiga kirish uchun shaxsiy kompyuterda o'rnatiladigan ba'zi bir dasturlar, ya'ni messenjerlar yoki boshqa dasturlar talab etilgan. Endi bu shunchaki xizmatlar ko'rsatadigan kompaniyaning veb-saytiga kirish demak kifoya. Elektron pochta vositachilarini demak o'sha ishlatmasdan turib ham to'g'ridan-to'g'ri brauzer orqali foydalanish aynan mana shu bulutli hisoblash, bulutli xizmatlar, bulutli texnologiyaning eng sodda misoli deb qarashimiz mumkin. Bu misol xususiy bulutlar uchun ko'proq mos keladi. Sababi aslini olganda biznesdagi aynan bu texnologiyalardan foydalanish jarayoni qiziq. Sababi bu borada zamonaviy dastur 2006-yilda boshlangan. Keyinchalik Amazon kompaniyasi o'zining web xizmatlarining infratuzilmasini namoyish qilib, nafaqat hostingni ta'minlabgina qolmasdan, balki mijozlarga masofadan hisoblash o'sha quvvatlarni ham taqdim etish imkoniyatlarini berdi. Amazon o'zini web xizmatlari orqali infratuzilmani namoyish qilish natijasida bulutli hisoblash demak davri boshlanganini ko'rishimiz mumkin. Aynan 2009-yilda paydo bo'lgan ushbu xizmat, bulutli xizmat o'sha Google kompaniyalari tomonidan ham ishga tushirilganligini ko'rsak bo'ladi. Eng yorqin misol sifatida bu borada Google'da xizmatlar va vositalar har xil ehtiyojlar uchun, ya'ni ilmiy maqsadda, ta'limiy maqsadda, madaniy va urf-odatlar va boshqa maqsadlarda foydalanilayotganligini ko'rsak bo'ladi. Bulutli texnologiyalarni taqsimlash modellariga to'xtaladigan bo'lsak,
to'rtta alohida bir model ajralib turadi. Ommaviy bulutlar, xususiy bulutlar, gibrid hamda jamoaviy bulutlarga demak ajratiladi. Bularni alohida ko'rib o'tishimiz joiz. Masalan, dastlabki eng sodda bulut bu shaxsiy bulut sifatida qaraladi. Shaxsiy bulut inglizcha ingliz tarjima adabiyotlarida ham alohida keltirib o'tilgan. Uni ta'rifiga to'xtaladigan bo'lsak, bu bir tashkilot, shu jumladan bir nechta iste'molchilar, masalan, bitta tashkilotning bo'linmalari tomonidan ushbu tashkilotning mijozlari va pudratchilari tomonidan foydalanish uchun mo'ljallangan infratuzilmani o'z ichiga oladi. Ommaviy bulutlar esa keng jamoatchilik tomonidan bepul foydalanish uchun mo'ljallangan infratuzilmadir. Ommaviy bulut savdo sohalarida ilmiy va davlat tashkilotlari tomonidan egalik qilinishi, qolaversa boshqarilishi mumkin. Yoki ularning har qanday kombinatsiyasida ham ishlatilsa bo'ladi. Keyingi bulut bu jamoaviy bulut deb nomlanib, bu umumiy maqsadlarga ega bo'lgan tashkilotlarni, masalan, missiyasi, xavfsizlik talablari, siyosati va boshqa bir talablarga muvofiqligi nuqtai nazaridan yoki iste'molchilarni ma'lum bir hajmlarini, hamjamiyatini foydalanishini e'tiborga olib, aynan shu hamjamiyat foydalanishga mo'ljallangan infratuzilmani demak turi hisoblanadi. Jamoaviy bulutlar bir yoki bir nechta jamoat tashkilotlari uchun yoki uchinchi shaxs tomonidan birgalikda egalik qilinishi va boshqarilishi mumkin. Demak, bu jismoniy egasini demak yurisdiksiyasi doirasida ham, tashqarisida ham mavjud bo'lishi mumkin. Va oxirgi bulut bu demak modeli gibrid bulut. Bu noyob obyekt hisoblanadi va ma'lumotlar va ilovalarni uzatish uchun standartlashtirilgan yoki xususiy texnologiyalar bilan o'zaro bog'liq bo'lgan ikki yoki undan ortiq turli xil bulut infratuzilmalarini, misol uchun yuqorida ko'rib o'tgan xususiy bulutlar, jamoaviy bulutlar, ommaviy bulutlarni birlashmasidan tashkil topgan bir struktura deb qarasak bo'ladi. Bulutli texnologiyalarni quyidagi shartlarni yaratishni ham o'z ichiga oladi. Masalan, ultra yuqori ishonchlik. Bu foydalanuvchi vazifasini ishonchligini kosmik o'sha texnologiyalarning ishonchligi darajasiga yetkazish imkonini beradi. Bu muammosiz ishlash uchun zarur. Masalan, global reys chiptalarini bron qilish tizimlari, bank xizmatlari tizimlari, axborot portallari va boshqa ommaviy foydalanish internet resurslarini misol keltirsa bo'ladi. Va ikkinchi muhim shart bu tijorat ma'lumotlarini qayta ishlash uchun yuqori darajadagi xavfsizlik masalasi. Bu yerda virus tahdidlaridan, xakerlik hujumlaridan, ma'lumot va manbalardan ruxsatsiz foydalanishdan himoya qilish ta'minlanadi. Keyingi muhim shart bu axborotni saqlash va qayta ishlash joylariga ruxsatsiz jismoniy kirishdan xavfsizlik. Virtual resurslarni boshqarish konsollariga kirishni buzish holatlariga demak tajovuzkorlar hisoblash resurslarini taqdim etadigan kompaniya mijozlarining barcha ma'lumotlarga kirish huquqiga ega bo'lishi mumkin. Bulutda o'tish bunday holatlarni demak xavfini ancha demak kamaytiradi. Va to'rtinchi shart bu foydalanuvchi dasturlarning keng doirasi va uni muntazam yangilanishi. Hisoblash manbalariga qo'shimcha ravishda platforma as a service, ya'ni platforma xizmat sifatida kompaniya dasturiy ta'minotga buyurtma bergan holatlarda ko'rishimiz mumkin. Bu shuni anglatadiki, katta kompaniyalarning ehtiyojlari uchun albatta Microsoft dasturiy ta'minot to'plami yetarli bo'lmaydi va maxsus dasturiy ta'minotlardan foydalanish maqsadga muvofiq. Keyingi muhim shart bu xizmatlarning samaradorligini kamaytirmasdan texnik jihozlarni muntazam ravishda yangilab borish. Bu yerda amalda shuni tushunishimiz mumkinki, foydalanuvchi bulut bilan ishlash jarayonida biror bir maxsus o'zgarishlarni demak sezmaydi. Sababi bu yerda barcha apparat uni ishtirokisiz yangilanib boradi. Va oxirgi shart bu potensial mijozlarning keng doirasi uchun qulaylik. Bulutli xizmatlardan foydalanish uchun oylik to'lov, ijarasi, sotib olish va ularga texnik xizmat ko'rsatish xarajatlaridan qolaversa, ushbu apparat bilan ishlaydigan mutaxassislarning maoshini demak ancha past va xarajatlar ma'lum bir ma'noda kamayadi. Endi ushbu statistik ma'lumotlar, tahliliy ma'lumotlarga e'tiborlaringizni qaratmoqchiman. 2023-yilda bulutli ma'lumotlarni saqlash xizmatlarini global bozori hajmi 57 milliard dollarga yetganligini ko'rishimiz mumkin. Shu bilan birga mijozlarga taqdim etilgan resurslarning umumiy hajmi taxminan
2100 exabaytni tashkil etyapti. Mazkur bozordagi eng yirik ishtirokchi Amazon Web Service hisoblanadi, AWS deb nomlanadi. 2023-yil oxirida ushbu bulut platformasi umumiy daromadining taxminan 30% yoki bo'lmasa uni 17.1 milliard bilan baholash mumkin. 17.1 milliard dollarni demak tashkil etadi. Microsoft ma'lumotlarni saqlash xizmatlarini taqdim etishdan tushgan daromad bo'yicha ikkinchi o'rinni egallagan Google aynan mana shu yuqoridagi kuchli uchlikni yakunlayapti. Xitoyning bulutli xizmatlar ko'rsatuvchi provayderlar orasida Alibaba global bozorni demak 6% ulushi bilan yetakchilik qilyapti. Taxminan bu yerda 3.42 milliard dollarni tashkil etadi. Undan keyingi demak kompaniya bu Xitoy Xalq Respublikasini demak o'z biznes jadal rivojlanayotgan China Telecom kompaniyasi demak davom ettiryapti. Ushbu yuqoridagi fikrlarni mana bu tahliliy infografikada ko'rishimiz mumkin. Ya'ni yuqorida aytgan Amazon, Microsoft, Google, Alibaba, IBM, Oracle, Salesforce kompaniyalari ma'lum bir ma'noda mana shu bulutli xizmatlar bozorida yetakchi o'ringa ega va yuqoridagi kabi ma'lum bir bozorni juda katta bir ulushlarni egallab borishyapti. Bu ma'lumotlar esa 2024-yil ma'lumotlari, yakuniy ma'lumotlari bo'lib, ushbu demak jadvalda ham ko'rishimiz mumkin. Kuchli uchlikni o'sha Amazon kompaniyasi, Microsoft va Google kompaniyalari egallab turibdi va ma'lum bir ma'noda 2023 va 2024-yillarni taqqoslaydigan bo'lsak, ulushlar biroz o'zgargan. Demak, mana 32% va yillik daromadi demak 80 milliard dollarni tashkil etyapti birgina Amazon Web Service kompaniyasining. Bulutlarning asosiy modellarini yana to'xtaladigan bo'lsak, uchta muhim modeli keng tarqalgan bu SaaS, PaaS hamda IaaS modellari. Demak, dasturiy ta'minot xizmat sifatida bu yerda dastur bulut infratuzilmasida ishlaydigan iste'molchi, ya'ni provider ilovalariga taqdim etiladi. Ya'ni iste'molchiga bulut infratuzilmada ishlaydigan dasturiy ta'minot dasturlarini demak taqdim etadi. PaaS xizmatida iste'molchiga provayderlar tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan uskunalar va dasturlash tillari yordamida ishlab chiqilgan, xaridorlar tomonidan yaratilgan yoki xarid qilingan ilovalar bulut infratuzilmasiga joylashtirish uchun uskunalar taqdim etiladi va 3-chi demak modelida, ya'ni IaaS modelida iste'molchiga ma'lumotlarni qayta ishlash, saqlash, tarmoq va boshqa asosiy hisoblash resurslari taqdim etiladi. Ular asosida demak iste'molchi mustaqil dasturiy ta'minotda qolaversa, operatsion tizimlari va dasturlarni joylashtirishi va ularda ma'lum amallarni bajarishi mumkin. Ushbu yuqorida ko'rib o'tgan 3ta modelni taqqoslama demak tavsiflari ushbu slaydda keltirib o'tilgan. Buni o'zlaringizga havola qilaman, o'rganishni. Bulutli texnologiyalardan foydalanish afzalliklariga biroz to'xtalamiz. Birinchisi mavjudligi, ya'ni internetda ulangan har qanday kompyuter, mobil qurilmalar, boshqa axborot qurilmalari mavjud bo'lgan har qanday kishi demak bulutda saqlangan ma'lumotlarga kirish imkoniyatiga ega. Ikkinchisi mobilligi. Demak, foydalanuvchiga doimiy bitta ish joyida biriktirilgan holda ishlash demak shart emas. Dunyoni istalgan nuqtasidan demak messenjerlar yoki boshqa bir tizimlar orqali hisobotlar olishi, ishlab chiqarishini demak kuzatishi mumkin. Keyingisi daromadligi, ijara, moslashuvchanlik, ishlab chiqarishning yuqori darajasi va ishonchlik ushbu bulutli texnologiyalardan foydalanishning eng muhim afzalliklarini belgilab beradi. Albatta, mazkur texnologiyaning afzalliklari bilan bir qatorda ba'zi bir kamchiliklarni ham ko'rishimiz mumkin. Birinchisi, bulutni yaratgan kompaniyaga foydalanuvchining ma'lumotlarni saqlashni demak qaramligi. Ikkinchidan, bulut texnologiyalari bo'yicha monopoliyalarni hosil bo'lishi. Yuqoridagi mana ko'ryapmiz, tahlillarda ham ba'zi bir kompaniyalar ma'lum ushbu bozorda ma'lum foizni egallab, demak monopol demak kompaniyalar sifatida paydo bo'lishi mumkin. Keyingisi demak serverga xakerlar hujumi xavfi juda katta xavf sifatida qaraladi va kamchilik sifatida ham qaraladi va oxirgisi bu resurslardan keyinchalik pul ishlash maqsadida ham foydalanishi mumkin. Ya'ni bizning shaxsiy ma'lumotlarimizdan kompaniyalar pul ishlash maqsadida ham foydalanishi demak nazarda tutiladi. Qolaversa, maxfiylik, xavfsizlik va dasturlarni sozlash, doimiy va barqaror internet zarurligi ham ushbu texnologiyalarni ma'lum bir ma'noda kamchiliklarni belgilab beradi. Misol uchun, bulutli xizmatlarga kirish internetga doimiy ulanishni talab qiladi.
odatda aytyapmiz, doimiy bu tizimlardan foydalanish, dunyoning istalgan nuqtasidan kirish imkoniyatlarini berish albatta doimiy ravishda internetni demak talab qiladi va bu texnologik asrda ma'lum bir ma'noda muammo darajasida, muhim bir muammo darajasida ko'tarilmasligi mumkin. Sababi internet bugungi kunda deyarli har bir joyda mavjud. Shu bilan ushbu ma'ruzamizni yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat.